Darmak sanmay turibmi bozornikidek ichishlik ham quvvatini saqlab qolg'ili bo'ldi. Buning tafsili qilish usulini olib keldim. Mana biliq maxsus sho'rb qildigan biliqqa yine jiyu deb qo'yamiz. Biliq tanlaganda alohida diqqat qilinglar. Qildirqimi alohida yo'g'on chiqdi mana shundaq. Ammo hech qanday tam qurishlar sanmay turibmi, tam tilingizda qag'dek ajoyib tamlik pishibdi. Mana şey yo'llarim ichida bor. Biliq sho'rbisi qilgan vaqtimizda mana o'xshash kichikroq jiyu ishlatimiz. Men 4 kichik biliq sho'rbisi qilgandim, 4 tal biliq ishlatdim. Ko'rib turganinglardek biliqni pak yuzib tayyorlab olgandan keyin o'ttirdan 2 gram qilamiz, bek kichik to'g'rab atmanglar. Ko'rib turganinglardek biliqning ishtishiga nippiz bir qavat tuz sepib tamlantirib olamiz. Ondan keyin qozonga qaraq may qo'yib olamiz. Mening ishlatganim atbuloq zig'irmayi. Atbuloq maylari yerlik usulda tabiiy siqib chiqarilgan, oziqliqimiz saqlab qilingan sog'lom may. Ta'mimi shunchalik payzam tetimliq ishlatib baxmagan do'stlarimiz qinsizlan bir ishlatib sinab yiqinglar. Biliqni normal qizgan mayga silib 3 minut zali qilib elib olamiz. Ondan keyin qozonga biliqning oziqliq qarta suvni bekcha qo'yib atmaymiz. Ondan keyin so'ng piyoz, zanjivil nuqtalarini silib qaynatamiz. Ondan keyin mogo, shayyo yeni hashpichak deb qo'yamiz. Ashuningda silvitimiz, kauchini cho'qim solamiz. 5-10 tal kauch silvitimiz. Onun dikin çılan alqatlarını silip tuz təmin tetib alğandan keyin boş o'tda 15 minut atrafı dümləb qaynatamiz. Onun dikin abiyatdan maydazal qilib alğan biliqimizni silib taxminan 10 minut atrafı dümləb qaynatamiz. Boş o'tda dümləymiz. Diqqat qildiğayslar biliqni qozon solğandan keyin lam qalaymiqa ilashtirmaymiz. Aşı holat bo'yicha qaynasanglar bo'ldi. Qaranglar, ma biliqning sho'rbisi ajoyib bekpayz chiqibdi. Shunchalik quyuqqa qancha uzun qaynatsangiz shuncha quyuq sho'rbisi chiqadi. Ko'rib turganinglardek sayko'k tatlarning ta'm bilan tayyor bo'lg'ashqa intayin tabiiyan baquvvatli chiqadi.